105 kvadratli 3 xonali plus qo'shimcha holga ega bo'lgan kvartiramizni qisqacha obzorni qilamiz. Kvartiramiz vokzalda joylashgan. Mana shunaqa chiroyli kattagina hol qismi bo'lyapti. Bu yerda bizlarda mягкая zona qilingan, prixожа mebel, asosiy kirib kelishimiz eshigi, shitlar yevromontaj qilingan va TV zona joylashgan do'stlar. Ana endi boshqa xonalarni ko'rishni boshlaymiz. Mana bu yer bizlarda mehmonxona bo'lyapti. Mehmonxonamiz ham juda ham chiroyli remont qilingan va mana bu yerda bizlarda yonida bolalar yotoqxonasi joylashgan. Kvartiramiz polnoценный bo'lyapti. Hamma xonasida oynasi bor, skvozная planirovka bo'lyapti. Mana bu yerda bizlarda birinchi sanuzel joylashgan. Kvartiramizda ikkita sanuzel joylashgan. Kadastri bor, 1 kun 2 kun ichida oform qilib olishingiz mumkin. Mana bu yerda bizlarda kattalar yotoqxonasi bo'lyapti. Kattalar yotoqxonasida ham hamma kerakli mebel jihozlar o'rnatilgan. Eshiklar polностью krashini, dvokonturni kotel o'rnatilgan va teplый pol qilingan do'stlar. Mana bu yer esa bizlarda oshxona bo'lyapti. Oshxonamizda ham ko'rishlaringizdek hamma kerakli mebel jihozlar bor. Stol, stul, kuxonniy garnitura, gazli plita, vытяжкалар o'rnatilgan do'stlar. Va mana bu yerda bizlarda yana bitta sanuzel joylashgan do'stlar. Agar kvartiramiz ma'qul bo'lgan bo'lsa, agar qo'shimcha ma'lumot pastda opisaniyada bo'ladi. Videoni tanishlarga yuborib qo'yish esdan chiqmasin. Ko'rishguncha.